bu shunaqa oson narsaligini bilganimda men buni 3 yil avval bo'lganda bu 3 yil men qaysi Namangan viloyati, Toshkent viloyatida juda ko'p klinikalarda bo'ldim. Men oldirib tashardim buni. Shunaqa oson operatsiyaligini bilgan bo'lganimda men 7-8 ta klinikada 2 marta, 3 martadan yotdim. Toshkentlarda yotdim. Men bunaqangi natija men hech qayerda ko'rganim yo'q. Qayerda borsam protez ko'rsataverdi. Men u sizga $3000, mana xizmatimiz $1200. Balobat. U pulidan ham ko'ra haligini ko'rganingizda tugarkasizda. Ranglarim sarg'ayib, shunaqa tushkunlikka tushib qoldim-da. Yura olmay kelib yotib, boshida kechgacha yotmam, shularni uxlatganim yo'q, og'riq. Minsk parchalanib ketgan, Minsk 100% ga butun ekan. MRT, SMRTlarda ham qolmagan Minskingiz deyverdi-da, parchalanib ketgan dedi. Bunaqa emas, 100% ga butun ekan. Mana kecha operatsiyadan o'zim ko'rib yotdim. Ichimga sig'mayapman hozir, borgan. Asorat beryapti, nerv tezyapti, oyog'ingizni uxlatib qo'yapti. Ha. Mana hozir yo'q-ku. Yo'q, mana uxlash yo'q. Chunki nerv ta'sirlamayapti. Mana shunaqa. Kechagunda operatsiyadan chiqdim, men bugun yuryapman. O'zi yaxshi. Mana oyog'im yozilib. Ismoil aka yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Ismoil aka bizga Namangan viloyati, Namangan shahrida murojaat qilgan. Bu ikkinchi marta davolanishlari. Asosiy diagnoz differensiallashmagan artrit. Chap oyoqda kista bekir bo'lgan. Asoratlangan kista bekir. Kista bekir yorilib oldin orqasiga asorat berib, nerv tezib, oyog'ingiz uxlab qoladi. Uxlab qoladi. Birinchi kelganlarda yerni qisqimardi. Qisqimasidingiz. Uzoq vaqt 3 yil yerni qisqimadi. Qisqimadingiz. Birinchi vaqt kelganlarda shikoyatlarda temperatura bor edi, mahalliy temperatura. Ishiq juda ham katta. Oyoq buklanib qolganda. Buklanib qolgan. Kontraktura bo'lgan. Yoza olmadim. Qonda shamollash juda ham baland, ro'yi juda ham baland edi. Asosiy lichinani ro'yini tushirish, mahalliy temperaturani yo'qotish qaratdik, holatlari yaxshilandi va kuzatdik. Chunki kista bekir yorilgan, asorat bergan. Holatingiz birinchi lichinada qancha tiklandi aka? Shu 2026-yil 3-aprel kuni birinchi marta bu yerga keldim. 10 kun bu yerda davolandim. 13-kun tushdim. Lekin men hop 7-chisla kuni o'zim yurishni boshladim. Men Kalaskada kelgandim, siz bilasiz, Kalaskada kelishdi. 4 kun yotganda 5-kunida yurishni boshladim. Yaxshi bo'ldim, tushib ketdim. Mana oradan 2 oy o'tganda meni o'zimni beparvoligim sabab bo'ldi. Shu orqali bugun mana 4-kun, 3-kun kelganimga yana qaytib zo'r bo'lib ketdim. Shu 3 kun avval yana qayta bo'ladi. Telefon qildim doktorimga, o'zi uyda ham shu bergan licheniyasiga telefon qilib turardim. Nima qilay, nima etay? Keling dedilar. Keldik, qayta tekshiruv qildik. Qon analizlar, hamma analizlar zo'r chiqdi. Nimagaki o'sha oldingi safar ham nima qilib licheniyani oldik. Kecha obedda soat 1larda optishapga qolaylik degan fikr keldi. Tushdik, kirdik. Operatsiya o'tdi, nima bilan? Artroskopiya, endoskopiya. O'tdi. Juda ham men bitta narsani aytaman. Bu shunaqa oson narsaligini bilganimda men buni 3 yil avval bo'lganda bu. 3 yil men qaysi Namangan viloyati, Toshkent viloyatida juda ko'p klinikalarda bo'ldim. Men oldirib tashardim buni. Shunaqa oson operatsiyaligini bilgan bo'lganimda qo'rqibmi, bilmayman nimaga yurgan ekanman. Keyin boshqa yoqlarda meni bunaqangi tayyorlamadi hamda. Umumiy tahlil, analizlar, boshqa hokazolarning ustida ishlandi. Mana ilhom bir narsani aytib o'tish kerak. Tajriba boshqa narsa ekan. Yosh bo'laverar ekan. Yosh katta yoshlik doktor, kichik yoshlik tajriba boshqa narsa ekan. Mana men shuni isbotini men o'zim ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlagan yerim. Umr uzoq bo'lsin Ilhomjon. Men haqiqiy ixlos qildim o'zim. O'shaning uchidan bir kunda 2 marta ham telefon qilaman. Talab oladi telefonim ham, umr uzoq bo'lsin. Mana keldi, kechagunda operatsiyadan chiqdim, men bugun yuryapman. O'zi yaxshi. Mana oyog'im yozilib. Operatsiyaga muhtojlikning sababi asoratlangan kista bekir asorat berishni boshladi yana. Shuncha davolasak ham qonda analizlar normaga tushdi. Shu orqa tomonda edi. Ortoped bilan maslahatlashib shu to'xtamga keldik va asoratli kista bekirni udalina qilindi. Artroskopik usul bilan. Oddiy shu ikkita teshik orqali
unda katta kesma hosil qilmasdan oddiy ikkita teshik orqali artroskopik usulda udalina qilindi. Mana akam o'zlarida. Xudoga shukr. Yaxshi, zo'r. Rahmat. Xursandsiz? Juda xursandman. Bu haligi men gapirayotgan gapimni to'r gapni aytyapman. Ancha tushkunlikka tushib qoluvdi. Juda tushkunlikka tushdim. Qayga borsam protez qo'yish kerak va hokazo menisk parchalanib ketgan. Buni kecha ko'rib turibman. Minsk 100% ga butun ekan. Muammo yo'q deganman-ku. Ha, bu kishi aytuvdi. Endi hamma haligi nima MRT, SMRTlarda ham qolmagan Minskingiz deyverdi-da, parchalanib ketgan dedi. Unaqa emas, 100% ga butun ekan. Mana kecha operatsiyadan o'zim ko'rib yotdim. Shuni ko'rib gaplashib yotdim. Artroskopik amaliyotda bemor o'zi bemalol mahalliy og'riqsizlantirish bo'lgani uchun beldan bemalol kam unaqada ekranda o'zi ko'rib gaplashib yotdim men. O'sh ko'rdingizmi? Savol javob qilib yotdim. Mana Minsk butun dedi. Butun. Ko'rib turibman dedim. Men Minskligini 100% bilib turibman. Sababi 3 yil mobaynida bu bilan kurashdim-ku ham haqida bor. Men o'qiyverib, ko'raverib bilib olar ekansiz-da buni. Ya mana Xudoga shukr, men shu bugun mana birinchi marta oyog'im mana yerni mana his qilib turibdi. Qo'ysam bilmardi. Mana sheriklarim guvoh, men avval kundan bir kun avval yurolmay keldim, yana to'g'rimi? Yurolmay kelib yotib, mashina kechgacha yotib, shularni uxlatganim yo'q og'riqqa. Mana Xudoga shukr, zo'rman. Bitta narsani gapirsam, pisabilloh gapiryapman. Buni ichimdan gapiryapman. Mana shu klinikaga mana ikkinchi bor kelib davolandim. Qisqasi ko'rmadim bunaqa shakllantirilgan kollektivni. Medsestra deysizmi? Vrachlar har bitta sohani o'zini alohida nimasi bor ekan. Mana Ilhomjon bitta mana shu o'zini sohasini ham bular shunaqa eng zo'r tomonini bilganim gruppa bo'lib shu o'rtaga olib tahlil qilar ekansiz ishlaringizni. Men ana shu yerga 5 ketdim. Borgan hamjihatlik zo'r ekan. Ana shu bilan yengildi-da, masalan, hamma bitta yoqadan bosh chiqarib. To'g'ri gap. Men 5 ketdim. Buni bu ham tajribani bitana ko'rinishi. Gap yo'q. Bu men to'g'ri gap, ta'zim qilaman. Ama rahmat. Men juda mazaq qildim. Shu mana yuturibman. Ichimga sig'mayapman hozir, borga. Mana bu shu bugun reanimatsiyadan chiqdim men. Ertaman chiqdim. Men Alloh uchun gapiryapman. Menga buni anaqasi yo'q. Haqiqatda ham. Ilhomjon, men ko'p o'ziga ham aytdim. Men bu hali kamerani yo'qligini ham juda ko'p minnatdorchilik bildirdim. Ilmi ziyoda bo'lsin, tajribali yigit ekan. Men shunga Alloh uchun aytyapman, guvohman. Kimda agar shunaqa holat bo'lsa, kelinglar bartaraf qilinar ekan. Buni juda oson narsa ekan. Bu bali qo'rqmani. Men ehtimol qo'rqib yurdim. Ammo qo'rqmaslik kerak ekan. To'g'ri. O'zim yoningizda turdimmi? Shu mana yonimda turdi operatsiyada. Videolari kelguncha ham hal qilib qo'ydik. Aka murakkab narsa emasda, murakkab narsa emas, qiynalmang aka. Qiynalyapsiz dedim. Olib kirdik, o'zi oldida turdim operatsiyasida. Mumkin-ku, kirib ko'rdim. Olib tashlab Tenjani sog' bo'lsin. Juda xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Olmaslikni variant qolmadi-da, chunki bu asoratlangan. Maksimal davolashga harakat qildik. To'g'ri. Endi qonday shamollash birinchi kelganingizda olishni iloji yo'q, qonda shamollash juda baland edi. Ular hozir bartaraf qilindi. Hamma yo'q joyida. Asorat beryapti, nerv tezyapti, oyog'ingizni uxlatib qo'yapti. Mana hozir yo'q-ku. Yo'q, mana uxlash yo'q. Chunki nerv ta'sirlamayapti. Shunaqa. Asorat. U o'sha qisib turgan ekan. Kista bekir parchalanib ketgan. Parchalanib nervga tekkan. Nervda oyoq uxlatib qo'ygan. Sezmasizda ham. Xursandsiz. Oyoq sezmardi. Mashinadan pastda mana mashinada ushasa mana shu bilib turibdi-da. Bilinmadi. Keyin kechki paytga borib jiqir og'riq ertamangacha uxlatmasdi. Endi ashi yurishni ham esdan chiqarsangiz, eslaysiz. Gapirma. Oyoqda qo'yishni bilmasdingiz keyin. Turib, hali o'zimni yaqinlarim menga qaraydi-yu. Tikilib qaraganda menga rahmi kelganda his qilib turarman shuni. Menga hali anaqa joyi shu edi. Ana Xudoga shukr zo'r bo'ldi. Men bor gapni gapiryapman. Halo pisabillo gap. Kimga bu mash xizmat kerak bo'lsa joyi şey. Men 7-8 ta klinikada 2 marta, 3 martadan yotdim. Toshkentda yotdim. Men bunaqangi natija men hech qayda ko'rganim yo'q. Akam tushkunlikka tushib, shu bitta kista bekir uchun umid tuzgan hayotda. Qayerga borsam protez ko'rsataverdi. Men u sizga $3000
mana xizmatimiz $1200. Hop, alobat. U pulidan ham ko'ra haligini ko'rganingizda tugarkasizda. Ranglarim sarg'ayib, shunaqa tushkunlikka tushib qolgandim-da. Ilhomjon, men telefon qilsam ham xalas korim deyman, birinchi telefon qilsa. Umri uzoq bo'lsin, bolalarga ega bo'lsin. Addishyoda. Juda boshqacha. Addish. Bola o'zi ham. Umri uzoq bo'lsin. Zo'r odam. Juda duo qilaman. Tajriba gapirar ekanda. Bu oxiriga kelib tajriba gapirar ekan. Bu har qanday bu 60-70 yoshli katta uzoq yil ishlagan doktorlarda ham men ana ko'rindim, nima qildim. Lekin tajriba boshqa narsa ekan. Ismoil aka bizda jamoa shakllangan. Ana shunaqa ekan. Said akam ortoped, o'zini ishini ustasi. Usta Doniyor ekan, akam haqiqiy. neyroxirurg, o'zini ishini ustasi. Risolat, u ham periferisk neyroxirurg, o'zini ustini ishlasi. Hamma o'rtaga oldik. Mana birinchi yilingizda hamma tekshiruvlar qildik. Qaysi tomonni qilsak yaxshi bo'ladi? Shu siz sog'ayib ketsangiz biz mazza qilamiz. Canım sağ olsun. Katta rahmat. Katta urindik aka. Rahmat. Xursandsiz aka? Jidda xursandman. Bu yurakdan gap bu. Hech qanaqa nimasi yo'q. Men o'zimcha kecha operatsiyadan chiqqandan keyin pukillab yotdim. Hali dorini kuchi ketsa, men rosa og'risa kerak deb. Alloh bitta bo'lsa, mana shuncha og'riq sezmadim. O'zim lesensiyada chiqib keldim lesensiyada. Mashinaga. Yo'q, men 3 ta yotmayman, shaqa chiqaman deb. O'zini bo'limida moslashib qolgan. Hamma taniydi. Hamma taniydi. Haligi mana sheringlar yaxshi edi. Chiqib keldim o'zim hassamda. Ertalab. Zo'r aka. Ha, tenjoningni sog' bo'lsin. Hammaniga ilohim omad bersin, ilmingni ziyoda qilsin. Men dildan gapiryapman. Haqiqiy xursandman. Doim ilohim ko'p kor kelib yuringlar. Mana shunaqangi bizga o'xshagan shu baligi najot talab odamlarga najotkor bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Xursandmiz.